Assalomu alaykum azizlar. Bizga yordam qilayotganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Bu yaxshiliklarni hech qachon unutmaymiz. Xudo xolasa xo'jayinim oyoqqa turib ketganlaridan keyin sizlarning yaxshiliklarni ko'rib juda ham xursand bo'ladilar. Shu 2-3 kun ichida xo'jayinimni birdan mazalari qochib qoldi. Reanimatsiyaga tushib qoldilar va hozir ham reanimatsiyada yotibdilar. Duo qilinglar, o'zlariga kelib yaxshi bo'lib ketsinlar. Xudo xolasa reanimatsiyadan chiqqanlaridan keyin ozgina davolanib operatsiyaga tayyorgarlik bo'ladi. Bizga oz fursatda katta mablag'da pul kerak. Sizlarga to'liqroq tushuntirishim kerak, chunki nima uchun bunaqa katta pul kerakligini ba'zilar tushunmay qolyapti. Xo'jayinim yoshliklarida bitta oyoqlaridan ayrilganlar, ya'ni amputatsiya bo'lganlar va hozirda o'sha kasallik yana qo'zg'agan. Shu kasallikka hozirgi buyraklari ham bog'liq. Hozir ikkita kasallikni biz davolashimiz kerak, ya'ni o'sha qo'zg'algan kasallikni oldini olishimiz kerak, yana avj olib boshqa organlarni ishdan chiqarmasligi uchun va keyingi navbatda pochkani operatsiya qilib o'rniga boshqa pochka qo'ydirishimiz kerak. Shu uchun sizlardan iltimos, bizda hozir yangi kartalar, mana shu kartalarga imkon qadar o'z hissangizni qo'shishingizni xohlardim. Imkon qadar yaxshilarga, yaxshi insonlarga jo'nating. Bu videoni qancha odam ko'rsa, bizga shuncha yaxshi. Qancha tez fursatda pul yig'ilsa, biz tezlik bilan operatsiya qilamiz. Xudo xolasa yana xo'jayinim oyoqqa turib ketganlaridan keyin yana Samiyevlar oilasi bo'lib birga sizlarga chiroyli videolar olishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Senga nazar bo'laman, sensiz men